Tak, Shahnozaxon, hozir siz mana shu Globotrend kompaniyasini bazmlarini ichib, zreniyada natija oldim deb aytdingiz. Shunaqa. Qarmaga aytib berishni chiroyli qilib, nimadan boshladingiz? Qanaqa natijalar? Mana bu nima? Bu anaqa. Hozir o'lchab kelganimni natijasi men 1 oycha bo'lib qoldi. 15-dekabrda boshlaganman. Mana shu uchalasini ichishdan boshladim. Zreniyam 3,5 edi. Menga doktordan назначенияsi bor. Gavharini almashtirish kerak, boshqa chora yo'q dedilar. Men o'sha yerda chiqib ketdim-da, men tabiiy yo'l bilan ko'zimga chok tushirmasdan zreniyamni to'g'rilayman deb chiqib ketganman shunda. Alloh sizni menga uchratgan, siz orqali men 1 oydan beri mana shu uchalasini ichishni o'zida mana hozir o'lchatib keldim. 2. Necha edi? Necha edi? 3,5 edi. Mana qilib o'tgan safar aytibdi, shu ochkim menga tushmayapti deb. Mana tushmay qoluvdi. Bu 3,5 ochkim. Tushmay qolgan edi. Men cho'tan nima bo'lyapti ekan dedim-da, balkim ko'zim tiklanayotgandir, bu shu uchun tushmayotgandir dedim-da. Bugun ertalab bordim-da, optikada o'lchatdim. Oldiniga zreniyani aytmadilar, necha qo'yayotganlarni ko'zimga. Keyin oxirida necha tushdi ko'zimga desam, 2 dedilar. Men даже 2,5 ni kutuvdim o'zimcha. 2 desalar, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Haqiqatda 2 bilan shunaqa zo'r o'qiyapman. Yangi ochko oldingiz. Yangi ochko olib keldim. Xudo xolasa, yana qarang nima qildim. Arzonrog'ini bering dedim. Nimaga dedi? Yaqinda buni ham tashiyman dedi. Молодец. Super. Ketaman, doktorga olib boraman назначениясini. Mana doktor deb xudo xolasa. Siz doktorga aytdingiz, что